Assalomu alaykum Toshkent kanalining aziz muxlislari. Assalomu alaykum. Efirda Siz nima deysiz dasturi va bugun ham yana bir mavzu yuzasidan fikrlashamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz barchaga qiziq va eng dolzarb mavzulardan biri. An'anaviy o'zbek jamiyatida nikoh, muhabbat, ishonch va o'zaro qo'llab-quvvatlashga asoslangan muqaddas ittifoq sifatida qabul qilinadi. Shuning uchun nikoh shartnomasi g'oyasi ko'pincha shubha uyg'otadi. Er-xotin o'rtasidagi ishonchsizlik belgisi deb hisoblashadi. Go'yo er-xotindan biri ajrashishga oldindan tayyorgarlik ko'rayotgandek. Aslida nikoh shartnomasi er-xotin o'rtasidagi ishonchsizlik vositasi emas, balki har ikki tomon manfaatlarini himoya qilishning zamonaviy huquqiy mexanizmi hisoblanadi. Mana shu mavzu borasida mutaxassislardan fikrlarini eshitamiz. Dastlab G'ayrat aka sizdan boshlaymiz. Aynan o'sha nikoh shartnomasi o'zi nima va u nima uchun kerak? Marhamat. Mikrofonni olasiz. Avvalambor shunga ahamiyat berish kerakki, nikohlanuvchilar bu yoshlar asosan aksar hollarda. O'zbekiston Respublikasida konstitutsiyaga binoan 18 yoshga yigit va qiz to'lganda nikohlanish huquqiga ega va u davlat ro'yxatida qayd etiladi. Ya'ni fuqarolar holatini, dalolatnoma holatini qayd etish organlarida. Va shar'iy amalga oshirilgan nikoh bu huquqiy kuchga ega emas degan tushunchani xalqimiz bilish kerak. Hozir siz aytdingizki, nikoh shartnomasi dedingiz. Demak, kalit so'zlar nikoh va shartnoma. Agar nikohga keladigan bo'lsak, nikohlanuvchilar, ya'ni 2 yosh o'z hayotini birgalikda olib boradiganga jazm bo'ylagan bo'lsa, demak, ularga tavsiya shundan iborat tavsiya bo'lardiki, albatta nikoh shartnomasini tuzishga men barcha bizlarning teletomoshabinlarni chorlardim, ota-onalarini va yoshlarni ham. Nima sababdan? Chunki nikoh shartnomasi bu avvalambor nikohlanuvchi yigit va qiz yoki er va xotin, ya'ni nikoh davomida va nikohdan ajratilgan taqdirda ularni mulkiy huquqlari va majburiyatlarini, munosabatlarini kelishuvi deb hisoblanadi. Nikoh shartnomasi. Bu degani, demak, misol uchun hozir mana O'zbekiston Respublikasi ham mulkini turli mulk xilma-xilligiga ega e'lon qilgan. Bozor iqtisodi bo'lgandan keyin bu albatta juda katta mablag'lar, katta ko'chmas mulklar va ko'char mulklar, turli zeb-u ziynatlar va hokazolarga erishiladi, ya'ni tadbirkorlik yo'li bilan. Demak, bu munosabatlarni ertaga o'zaro ikkita quda, balki ikkita og'aynidir, 50 yilga og'ayni bo'lishi mumkin bular. Orasiga albatta nifoq tushadi. Biz mana amaldagi advokatlar shuni har kuni guvohi bo'lamizki, ya'ni o'sha shartnoma tuzmagandan keyin bir-biriga ishongan. To'g'ri, hech kim masalan nikohlanayotganda qizini yoki o'g'lini nikoh qilayotganda, to'y qilishayotganda hech qachon o'ylamaydi, hayoti buziladi, nikohi buziladi deb. Lekin bozor iqtisodi shunaqa narsaki, bu hammamizni menimcha shu bog'chadan o'rgatilishimiz kerak. Moliyaviy savodxonligiga, tadbirkorlik savodxonligiga. Chunki mulk bilan bog'liq narsa. Bozor iqtisodi, jamiyatimiz bozor iqtisodiga asoslangan bo'lgani uchun mulkka tayandimi? Demak, mulkni nikohga kirishdan avval nikohlanuvchilar tuzish kerak. Shunda o'zaro kelishib olish kerak. Ya'ni misol uchun meni otam menga hadya qiladigan narsalar bor oilamizga. Masalan, masalan xotinni bo'lajak, ya'ni kelinni ota-onasini yoki yaqin qarindoshlarini beradigan hadyalar va hokazo. Bu hadya deganimizda oddiy soat yoki bir qara podarkalar emas-ku. Demak, G'ayrat aka, nikoh shartnomasi aynan o'sha ikki tomonga oqilona himoya hisoblanar ekan. Rahmat fikrlar uchun yana sizga qaytamiz albatta. Marhamat. Endi avvalambor assalomu alaykum. Bilasizmi, hozirgi yoshlarimizga nikoh shartnomasini o'rgatgandan ko'ra biz ko'proq o'zbekchilikdagi or nomus masalasini ko'proq o'rgatishimiz ma'qulroq deb hisoblayman. Ha, nikoh shartnomasi qaysidir bir huquqini himoya qilib berar, molini, mulkini, bo'linishini, boshqasini himoya qilib berar. Lekin o'rtada tug'ilgan farzandning taqdiri nima bo'ladi? Uni kim o'ylaydi? O'yinchoqmi bu oila qurish?
Bizni ota bobolarimiz 15 ta 20 talab farzandi bo'lgan. Ularning nikoh shartnomasi bormidi? Bizni akalarimiz, opalarimiz 20-30 yil oldingi gapni gapiryapman. Hali 1000 yillik tarixni gapirmayapman. 20-30 yil oldin agar oilani katta farzandi o'g'li yo qizi ajrashgan bo'lsa, uni ukalariga hech kim qizini bermagan, qizlarini hech kim kelin qilmagan. Qani o'sha orimiz, nomusimiz qani? Millat o'laroq, o'zbek o'laroq qani o'sha orimiz, nomusimiz? Biz nikoh shartnomasiga ishonib, o'sha qog'ozga tayanib shartnoma qilyapmiz-da, go'yoki shartnoma bilan kelishib turib, keling 1-2 yil yashab ko'raylik, bir ikkita bolamiz bo'lsin, keyin yana o'ylab ko'ramiz degan xayolda bo'lyapti. Yo'q, kechirib qo'yibsiz. Bu narsalarni boshqacharoq tasavvur qilishimiz kerak, boshqacharoq yo'naltirishimiz kerak. Turmush qurayotgan yoshlarimiz nimadir maqsadda emas, oila bo'lib, bir tanu bir jon bo'lib yashashimiz kerak. Tug'ilayotgan farzandimiz ertaga bizdan keyin chiroyli yashaydigan, bizdan ko'ra ilmliroq, bizdan ko'ra yana ham mavqei, saviyasi balandroq farzand yetishtirishga harakat qilishimiz kerak. Hozir biz shunchaki haqqini, huquqini himoya qilishimiz mumkin. Shartnoma bo'lmasa ham qonunlarimiz himoya qiladi haqqini, huquqini. Lekin masala faqat haqqini, huquqini himoya qilish. Tushunarli, rahmat. Va bugungi kunda aynan o'sha nikoh shartnomasi nima uchun yuzaga kelyapti degan savol ham borda. Qayerdan chiqdi? Bu degani, misol uchun, o'zim ham ko'rganman, oila ajrashadigan bo'lsa, nafaqat o'sha ayol kishi, balki erkak kishi ayol kishini mulkiga egalik qilmoqchi bo'lgan holatlari juda ham ko'p. Dilfuzaxon, so'z navbatini sizga beramiz. Assalomu alaykum. Balki mana shu jarayonga bu qandaydir bir yechimdir. Albatta, nikoh shartnomasi ikkala tarafni ham manfaatini ko'zlab tuziladi. Mana hozirgi kunda advokatlik faoliyatimda, fuqarolik ishlarida, mana shu ajrim masalalarida mana shu ekspertimiz aytgandek, bu ertaga bolani kelajagi uchun er-xotin o'rtasida o'sha nikohi davomida orttirilgan mol-mulklar taqsimlanganda, o'sha farzandini kelajagiga ularga mulk sifatida teng yarmi bo'lib berilyapti. Mana shu narsalarni ko'zlagan holda nikoh shartnomasini tuzish bu juda ham to'g'ri yo'l hisoblanadi. Rahmat aytamiz fikrlari uchun. Studiyamizga yig'ilgan mehmonlarimiz, ekspertlarimiz fikrlari davomida 1000 yillikni emas, 30 yillikni deb fikrlarni aytib o'tishdi, lekin ularning fikrlariga birozgina qarama-qarshi ma'lumotlar bizda mavjud. Nikoh shartnomasi o'tmishda ham bo'lgan, vakillar ishtirokida o'qilgan nikoh chog'ida kelinga beriladigan mahr va erkakning oila oldidagi mas'uliyati kelishib olingan. Ajrashgan yoki bo'lmasam birga yashamagan taqdirda ham kelinga nikoh kuni sovg'a qilingan buyumlar kelinning shaxsiy buyumlari hisoblangan. Rahmat ma'lumotlar uchun. Marhamat, fikrlarni eshitishda davom etamiz. Hozir eshitdimda ekspertlarimiz kimdir aytyapti yoshlar uchun shartnoma, kimdir aytyapti umuman bu shartnoma keragi yo'q, chunki bizni boshqacha tarbiyamiz bor, mentalitetimiz boshqacha. Men notarius bo'lib ishlaganman ko'p yillar, hozir bosh maslahatchiman notarial palatada. Nima demoqchiman? Nikoh shartnomasi bu birinchidan majburiy narsa emas. Faqatgina yoshlar o'rtasida tuziladigan shartnoma emas. Bu shartnoma birinchidan yoshlar o'rtasida nikohdan oldin, faqat nikohdan oldin yoshlar o'tmaydi-yu, bo'ladi, что ajratib qolganlar bor, bo'ladi, kimdir xotini yoki eri o'lib qolishi mumkin, bo'ladi, что yana ikkinchi marta turmush qurishi mumkin. O'shalar o'zlariga qanaqadir xulosa qilib bu shartnomani tuzishadi. Kelgusida nima uchun shartnoma tuziladi, nikoh shartnomasi? Kelgusida nizo kelib chiqqan taqdirda уже mulk masalasi hammasi aniqlashib turgan holda bo'ladi. Odilona bo'linishi uchun. Bu shartnoma nimani o'zini ichida bor? Bu shartnomani ichida faqatgina taraflarning, er va xotinlarning, kelin kuyovlarning mulk huquqlari va majburiyatlari yoziladi. Qonunda ko'rsatilgan. Oila kodeksini olsangiz 23-24 moddalari bor. O'sha yerda yozilgan umumiy mulk, birgalikda turmush davrida orttirilgan mulk. Ya'ni birdan 2 qismi eriga, birdan 2 qismi xotiniga. Buni aniq hammamiz bilamiz. Lekin shartnomaning matnida, nikoh shartnomaning matnida qonun talabiga mos keladigan narsani ular o'zgartirishi ham mumkin. Deylik, nikohdan oldin
eriga yoki xotiniga, kelinga yoki kuyovga ota onasi nimadir hadya qilgan, mashinani yoki kvartirani yoki dangal binoni hadya qiladi. Endi ular kvartirada bir xonali, ikki xonali kvartirada yashaydi yoshlar, o'zini mulki bilan keladi. Keyinchalik bolali chaqali bo'ladi, to'g'rimi? Yashaydigan joylarini ko'paytirish kerak, xonalarini. Ular shuning uchun ular o'zini ularga hadya qilingan, eriga hadya qilingan kvartirani sotadi-da, u endi boshqa kattaroq joyni oladi. O'sha shartnomada ko'rsatish mumkin. Bu eri o'zini mulki bilan kelgan. Uni mulki oladigan yangi uyni 60%ni tashkil qiladi. O'shaning uchun 60% unga tegishli bo'ladi. Kelgusida navbatda ajrashsamiz. 20 qolgan 40% ikkalasining o'rtasida bo'linishi mumkin. Shunaqa narsani ko'rsatadi. Keyin undan tashqari ko'chmas mulk degan narsa bor. Ko'char mulk degan narsa bor. Xotin yoki eri mulklarni sotganda, tasarruf qilganda bir-biridan albatta rozilikni so'rashi kerak. Bu shartnomada yozish mumkin. Agarda xotining nomiga sotib olgan narsani u faqat o'zi xotini egalik qiladi o'sha narsaga. Hech kimdan rozilik so'rashi shart emas. Nikoh shartnomasida keltiriladigan so'zlar, gaplar, kelishuvlar aynan ikki tarafdan kelib chiqib yoziladimi yoki bo'lmasam o'zining qoidalari bormi? Birinchidan, nikoh shartnomasi yozma ravishda bo'ladi. Notarius tartibida tasdiqlanishi shart. Shart degan joyi bor. Qo'l bilan yoziladi. Yo'q, qo'l bilan xohlasa o'zlari qo'l bilan yozadi, xohlasa tayyor shartnomasi bilan keladi. Lekin og'zaki emas. Notarius o'zini obrazetsini ham ko'rsatadi, namunasini ham ko'rsatishi mumkin. Agarda namunasini o'qib chiqib, qanaqadir o'zgartirishlar bo'lsa yoki advokatlari bilan gaplashib, biz mana shunaqa moddalarni kiritmoqchimiz desa, pожалуйста, bemalol kirishadi. Lekin eng asosiysi notarial orqali tasdiqlangan. Mana bizda shunaqa vaziyat bo'lgan. Nikoh shartnomasi bor, lekin sud o'sha shartnomani bekor qilgan. Haqiqiy emas deb topgan. Nimaga? Chunki qonunda aniq yozilgan. Qachon nikoh shartnomasi yo'qdek hisoblanadi. Uni qachonki u qonunga zid bo'lsa, bu birinchi. Ikkinchidan, agarda shartnoma notarius tomonidan tasdiqlanmagan bo'lsa, uchinchidan, agarda voyaga yetmaganlar tomonidan, ya'ni nikoh yoshiga yetmagan shaxslar tomonidan tuzilgan bo'lsa, agarda aldangan bo'lsa, uni aldab, zo'rlab shartnomaga qo'l qo'ydirgan bo'lsa, shunaqasi ham bizda bo'ladi. Mana men har doim aytaman bu to'g'risida. Xotinini majbur olib keladi notariusga, aldaydi. Men senga uni podarka qilaman, buni qilaman, sen faqat shartnomaga qo'l qo'y dedi-da, xotini o'qimasdan shartni olib qo'l qo'yib ketadi. Yoki zo'rlab qo'yasan, qo'ymasan, men senga ko'rsataman deb qo'l qo'ydiradi. Notarius oldiga kelganda notarius nima qiladi? Birinchidan taraflarni shaxsini aniqlaydi. Ularni shaxsni aniqlovchi hujjatlari asosan. Zulfiya opa, haqiqatan ham mana shu jarayonga men ham guvoh bo'lganman. Majburlatib shartnomaga, nikoh shartnomasiga qo'l qo'ydirgan turmush o'rtog'i, chunki katta mablag'ga ega bo'lgan, mana shu mablag'ga egalik qilmayman deb yozdirib olgan va ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin ming afsuski ajrimga to'g'ri kelganda aynan sud tomonidan bu shartnoma yo'q qilingan. Voy, eng qiziq joyida to'xtadi-ya. Qilmanglar, hozir qaytamiz. Men doim shunday uchishni orzu qilardim. Yo'q, biz dam olamiz deb o'ylagan. Tizzalarim nolimasligi uchun menga Terraflex Ultra yordam beradi. Axir uning tarkibida gingirol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa Hondra protektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Sizning sevimli bo'g'imlaringiz uchun Terraflex Ultra bor. Bizning didlarimiz farq qilishi mumkin. Lekin ko'pikli Jacobs Ice Latte bizni birlashtiradi. Jacobs, hayot lazzatidan bahramand bo'l. Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi. Asosiy narsa notariuslarimiz ikki tomon bilan birgalikda yoki bir narsa sezsa, alohida gaplashib, oxirigacha
qonunni tushuntirib notariuslarimiz nikoh shartnomasini kelgusida oqibatlarini tushuntiradi. Mana shunaqa bo'lgan, kelgan ikkita shartnomaga qo'l qo'yganda xotini notarius hamma narsani tushuntirgan. Eridan qo'rqyapti. Erini oldida qo'l qo'yib, uchta ekzemplyarda tuziladi. Bittasi notariusga, ikkitasi taraflarga. Shartda ikkitasiga qo'l qo'yyapti-da, er ko'rganda, uchinchi ekzemplariga sekin yozib yapti. Mani erim menga zo'rlab qo'l qo'ydiryapti. Majburladi. Iltimos deyapti. Notariusga beryapti. Ko'rdingizmi? Bu degani notariusga aytishingiz mumkin. Mana shartnomani tuzganda hamma narsani. Demak, mana shu jihatga e'tibor berishlari kerak. Imzo chekayotgan vaqtda FHDYO bo'limidan kelgan mutaxassislar ham bor. Marhamat, sizning ham fikrlaringizni eshitamiz. Aynan yuqorida mehmonlarimiz aytib o'tishyapti. Nikoh shartnomasi buzilishidan avval er rafiqasini aldab qo'lini qo'ydirib oladi. Ajrim yoqasiga yetib kelganda esa mana shu jihatlar inobatga olinadimi? Rad etish holatlari ham kuzatilganmi? Shular haqida aytib o'tsangiz. Qo'l qo'yildi, bo'ldi, tamom, orqaga yo'l yo'q deganimi? Nikoh shartnomasi mana ekspertlarimiz aytib o'tganlaridek notarial idorada tuziladi. FHDYO bo'limida nikoh yoshiga yetgan kelin-kuyovlar, nikohlanuvchi yoshlar kelib bizdan nikoh shartnomasi haqida ma'lumot berishimizni so'rashadi. Biz ularga kerakli o'sha umumiy ma'lumotni beramiz. Nikoh tuzish shart yoki shart emas yoki majburiy deb hech qayerda yozilmagan. Ayrim kelin kuyovlar bilan suhbatlashadigan bo'lsak, aksariyat hollarda qizlar, ya'ni kelinlarimiz bu nikoh shartnomasi borligi haqida eshitgan, lekin uni ichida nimalar yozilganini umuman o'qib ko'rishmaganligiga ko'p guvohi bo'lamiz. Bunday vaziyatlarda FHDYO bo'limining vazifasi qanday? Ularga tushuntirish ishlari olib borilishi kerakmi yoki bo'lmasam nikohdan o'tyapti, xohishi bor, bo'ldi, qo'l qo'yish kerakmi? Nikoh shartnomasi bu nisbatan yangi tushuncha hisoblanadi qonunchiligimizda. Bizda hali unchalik rivojlanib, ommalashmagan bu tushuncha. Nikoh yoshiga yetgan kelin-kuyovlar mana FHDYO idoralariga kelganida biz ular bilan suhbat o'tkazamiz. Oilani mustahkam bo'lishida nikoh shartnomasining o'rnini tushuntiramiz. Bu faqat ajrashishni o'ylab tuziladigan narsa emas. Er xotin munosabatiga kirishgandan keyin, o'sha nikoh qonuniy kuchga kirgandan keyin, bular agar tuzgan bo'lsa, nikoh shartnomasini yoki tuzish xohishi bo'lsa ularda, ikkalasini ishtirokida, ikkalasini xohishiga qarab, nikoh shartnomasi matnida ko'rsatilgan masalalar tushuntiriladi. Ertaga Xudo ko'rsatmasin, hech kim ajrashishni niyat qilib turmush qurmaydi, oila qurmaydi. Agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi kelishgan holda, bitta tarafning roziligi bilan, bitta tarafning talabi bilan nikoh shartnomasi bekor qilinmaydi. Ikkalasini ishtirokida bekor qilinishi mumkin. Endi mol-mulk bo'linishiga kelsak, o'sha ekspertlar aytganlaridek, ulushlar kiritilgan bo'lsa matnda, kimni ulushi qanchaligi belgilangan bo'lsa, o'sha holatda bo'linadi. Agar umumiy mulk bo'lsa, u teng ikkiga bo'linadi. FHDYOda bizani asosan vazifamiz yosh kelin-kuyovlarga mana FHDYOlar qoshida, mahalla idoralari qoshida yosh oila quruvchilar maktablari bor. Biza ushbu maktabda o'quv kurslari tashkil etamiz. Kerakli mutaxassislarni jalb qilgan holda oila mustahkamligi bo'yicha ular bilan suhbatlar o'tkazamiz, seminar treninglar qilamiz. Shunda ularning huquqiy savodxonligi ozgina bo'lsa ham FHDYO tomonidan oshiriladi. Juda ham yaxshi. Targ'ibot, tashviqot ishlarini yanada ko'paytirsak, menimcha oilani mustahkam bo'lishida o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Rahmat kattakon fikrlari uchun. Xulkar opa, so'z navbatini sizga beramiz. Mana hozir hammadan mana shu mavzuyimizga doir fikrlarni eshitdik. Siz qanday qaraysiz? Mutaxassislar tushuntirib o'tishgandek, nikoh shartnomasi o'sha nikohlanuvchi yoki bo'lmasa er va xotinni o'sha mulklarini hamda mulkiy huquq va majburiyatlarini taqdirini belgilovchi, demak o'rtadagi umumiy kelishuv bo'lganligi hamda bu faqatgina notarial idora tartibidan, nikoh davlat ro'yxatidan
o'tkazilgandan so'nggina o'zini qonuniy kuchiga kirishini tushunib yetdik. Umumiy olib aytganida mulkka hozirgi rivojlanayotgan davrda gender tenglik masalasi juda ham aktual bo'layotgan mahallada biz aniq bilamizki, xotin-qizlarning jamiyatdagi roli oshib bormoqda. Ya'ni kim hozir mulkiy mustaqillik oldinga chiqib borayotgan zamonda albatta hozirgi yigitlarimizda ham qizlarimizda ham to'g'ri aytishda nikohga kirish davrida o'zlarini mulklari bilan kiryaptilar. Albattaki mulklarini taqdirini aniq belgilab qo'yish menimcha maqsadga muvofiq hamda ortiqcha stress holatlarini oldini olgan bo'ladi deb o'ylayman. Vaziyatga oqilona, odilona, menimcha albatta muammoga yechim bo'ladi. Xuddi shunday. Marhamat. Bitta qo'shimcha bor, ya'ni nikoh shartnomasi kerak emas deb bo'lmaydi. Nikoh shartnomasi kerak. Unga suyanib qolish kerak emas demoqchiman. Ya'ni o'rtadagi munosabat qog'oz ustida bo'ladigan bo'lsa, u hayot davomida faqat qog'oz orqali bir-biri bilan munosabat qiladigan bir tushuncha bo'lmasin demoqchimiz. Bu bir. Ikkinchisi, internet tarmog'ida ancha ko'p tarqaldi. Dunyo miqyosidagi juda katta tadbirkor yoshi 35-40 ga borganda, ya'ni juda katta moliyaviy imkoniyatga ega bo'lgandan keyin nikoh tuzyapti bir ayol bilan va shartnomada, nikoh shartnomasida ko'rsatyapti. 5 yildan keyinmi, 10 yildan keyinmi ajrashadigan bo'lsak, mendan hech qanday moddiy talabing bo'lmaydi deyapti. Ayol ham bunga rozi bo'lyapti, shartnomaga qo'l qo'yyapti va haqiqatda 5 yil, 6 yildan keyin turmush buzilyapti. Ayol hech narsa talab qilmasdan boshqa hayotni boshlayapti, erkak ham boshqasi bilan yana nikoh shartnomasini tuzib davom etyapti. Ya'ni nikoh shartnomasi kerak, lekin nikoh shartnomasiga suyanib qolish kerak emas. Rahmat aytamiz fikrlar uchun. Hozir nikoh shartnomasi kerakligi, uning yoshlarimizni hayotlarida foydali jihatlarini eshitib o'tdik. Ana endi qadrli mehmonlarimizga yana bir savol bilan murojaat etmoqchiman. Nikoh shartnomasini buzsa qanday oqibatlarga olib keladi? Shular haqida ham fikrlarni aytib o'tsangiz, Ma'rifatxon, marhamat, eshitamiz. Avvalambor men Toshkent shahar Sergeli tumanida xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariusman. Faoliyatim davomida nikoh shartnomasi, aynan nikoh shartnomasi juda ko'p kuzatiladi tuzish masalasida. Er-xotinlar asosan qonuniy nikohga kirgan er-xotinlar kelishadi. Haqiqatdan endi ayol kishi bo'lganim uchun ko'proq ochiq gapiraman. Ba'zida xuddi yuqorida ekspertimiz aytganidek, alohida ham gaplashaman. To'g'risi, oqibatlarini hammasini tushuntiraman. Lekin shartnomani o'zi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi bo'yicha shartnoma tushunchasini o'zida ikkita tomon qatnashadimi? Demak, ikkita tomonning ham manfaatiga ziyon yetmasligi kerak. Nikoh shartnomasi ham xuddi shunday. Demak, agar qaysidir bir tomonga, xotinga yoki erga og'irlashtiruvchi holat bo'ladigan bo'lsa, demak, u shartnoma haqiqiy hisoblanmaydi. Uni o'sha yerning o'zida tushuntirishimiz bizning vazifamiz. Shuning uchun ham nikoh shartnomasini agar 10 ta keladigan bo'lsa, 10 tasi ham tasdiqlanmaydi bizda. Nechta birsi eshigimizdan qaytib ketgan tomonlari ham bo'lgan. Lekin agar shunday haqiqatdan tuzilgan bo'lsa, o'sha huquqiy oqibati bitta tomonga zarar yetadigan holda tuzilgan bo'lsa, demak bunday holatda o'sha bitta tomonni o'zi ham uni bekor qila oladi, lekin faqat sud tartibida. O'zini huquqini himoya qilib, demak sudga murojaat qilishi mumkin. Batafsilroq ma'lumotlarni aytib o'tsangiz, qanday hollarda bekor qilinadi aynan ushbu nikoh shartnomasi sizlar tomonidan? Qanday vaziyatlari, hayotiy tajribadan, ish faoliyatidan misollar keltirsangiz? Hayotiy tartibida bo'ladi. Bular daftaringiz bekor qilolmaydi. Biz faqat ixtiyoriy bekor qilamiz. Ikkita tomon, er va xotin kelgan holatda kelishuvga asosan tuzildi va kelishuvga asosan bekor bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'zgartirish kiritish mumkinmi? Albatta, o'zgartirish kiritish ham mumkin. Ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng. Bo'lgan, faoliyatim davomida bo'lgan. Er va xotin kelib nikoh shartnomasiga o'zgartirish kiritamiz deb, aynan masalan katta supermarketi bo'lgan, shuning o'sha trenajyor qismini mana xotinim olaman deb turibdi. Mana shunaqa holatlar bo'lgan, qilib berganmiz, alohida o'zgartirish qilib. Bundan tashqari, yana yuqorida aytganimdek, boya aytdilar, yoshlar masalan mana nikoh quradi. Haqiqatdan sovg'a salomlar bilan boradi. Endi bu hayot bu, har xil vaziyat bo'ladi, ajrimlar bo'ladi. O'sha sovg'a salomlari yo'qqa chiqadi. Ko'pincha ayol kishi yig'laydi. Masalan, men taqinchoqlarim bilan borgandim. U narsa bilan borgandim, bu narsa bilan borgandim. Sud qaror chiqarsa ham o'sha narsa yo'q bo'ladi erni uyida. Agar o'shani masalan nikoh shartnomasida mustahkamlab
kerak bo'lsa qiymatini ko'rsatgan holda u nima qilmaydi, zarar bo'lmaydi. Demak, bu ikki tomonga ham oqilona himoya haqiqiy. Men nikoh shartnomasi tuzilishiga juda qo'shilaman, to'g'risi. Kerak bo'lsa tushuntiraman ham, agar o'ziga to'g'ri kelgan bo'lsa qabul qiladi, to'g'ri kelmasa, demak, yo'q deb ketgan holatlar ham bo'lgan. Fikrlar uchun Sevara opa, marhamat. Avvalambor O'zbekiston mustaqillikka qadam qo'ygan ekan, huquqiy davlat quramiz deb maqsad qilganmiz. Va huquqiy davlat degani bu bittasi mana hozir olgan nikoh shartnomasi. Qonuniy kuchga ega. Men o'ylayman, hozir taraqqiyot tez, sivilizatsiya tez, biz xohlaymizmi yo'qmi, o'zgarishlar juda jadal bo'lyapti. Oldin balkim mana shu nikoh shartnomasi kerak emasdir. Bundan bir 30 yil oldin, masalan. Lekin hozirgi kunda mana aytayapmiz, tadbirkorlik ko'p, xususiy mulkchilikka biz qadam qo'ydik, bozor iqtisodi deyapmiz. Demak, gender tenglik deyapmiz. Ayollar bilan erkaklarning teng huquqliligi deyapmiz. Albatta, bu zamonda bu nikoh shartnomasi kerak deb o'ylaymiz. Lekin men bitta narsani aytaman, faqat nikoh shartnomasi o'zi emas, balkim yuqorida siz aytgandek, o'zimizni mentalitetimizga, tariximizga, qadriyatlarimizga, urf-odatlarimizga, shularga ham farzandlarimizni tayyorlab borishimiz kerak. Ikkalasi uyg'un holda bo'lishi kerak. Ham tarbiyamiz, ham nikoh shartnomasi. Shunda men o'ylaymanki, ayollar ko'chada qolmaydi uysiz. Farzandlar yetim bo'lib ko'chada uysiz, joysiz qolmaydi. O'shaning uchun ikki tomonlarni tarozini olish kerak deb o'ylayman. Undan tashqari men bitta narsadan qo'rqaman. Endi balkim noto'g'ri aytayotgandirman. Haligi chet elda fiktivniy nikoh degan narsa bor. Bu endi hayot, bu hayot qurish maqsadida qilinadigan ish emas. Bu manfaati boshqa. Boshqa manfaat yo'lda tuziladigan nikoh. Masalan, bu narsaga men hozircha yo tushunmayman, yo qarshiman. Mana shu narsalar men o'ylayman, bizni tariximiz, mentalitetimizga to'g'ri keladi. Marhamat G'ayrat aka. Ahamiyat berishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasida nikoh shartnomasi aynan O'zbekiston Respublikasining qonunlariga binoan tuziladi va turli xil, misol uchun o'sha huquqiy layoqati yoki huquqiy layoqati va muomala layoqatlariga cheklanmaydi. U narsalar nikoh shartnomasiga kiritilmaydi. Shunga ahamiyat berishimiz kerak. Chet elda misol uchun sen ertalab menga palon rangli kiyimda kofe olib kirasan deydi. Kontraktda, shartnomada yoziladi bu narsa. Yoki kechqurun misol uchun bunaqa qilib menga ashula aytib yoki mana shu gaplarni aytib, menga yoqadigan mana shu so'zlarni aytib, meni olqishlaysiz ishdan kelganimda. Ammo O'zbekiston Respublikasining qonunlariga binoan ikki tomon bir-biriga misol uchun faoliyat turi, ya'ni mehnat qilish faoliyat turini cheklashga haqqi yo'q. Birinchidan, kasb tanlashga haqqi yo'q. Ikkinchidan, shunga o'xshash qachon keladi, qachon ketadi, dugona men opa bilan dugonasi bilan muloqotda bo'ladimi, bo'lmaydimi degan huquqiy layoqat yoki huquqiy muomalani layoqatni cheklashga haqqi yo'q. Faqatgina mulkiy, endi bu yerda ahamiyat berishimiz kerak, mulkiy deganimizda u ham bo'linadi. Mulkiy huquq bor, ya'ni moddiy va mulkiy, nomoddiy mulkimiz bor. Ya'ni intellektual faoliyatimizni natijasida kelib chiqadigan. Misol uchun siz shoira bo'lib bir asar yaratdingiz. Bu intellektual mulkka kiradi. Siz muallif sifatida sizning huquqlaringiz ta'minlanadi. Siz undan juda katta million mablag'larni olasiz. Bobur misol uchun bir san'at asarini yaratadiki, butun dunyo voh deydi. Ya'ni buning asari juda katta qimmatga ega bo'ladi. Bu narsalarga ham ahamiyat berishimiz kerak. Ya'ni bitta ayol o'z qanaqadir hunari bilan qanaqadir tort pishirish yoki bir pishiruvni, demak o'zini himoyalash. Rahmat G'ayrat aka, fikrlari uchun Rustam aka marhamat. Nikoh shartnomasi jamiyatimizga qatdan kirib keldi aslida. Aslida bu nikoh shartnomasi Yevropada, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Kanadada juda ham rivojlangan. Mana 1998-yil 1-sentyabr kuni milliy qonunchiligimizni bo'lgan oila kodeksini 29-moddasiga aynan shu nikoh shartnomasi termini kiritildi. Ya'ni 1998-yilda. Bu asosan mulk munosabatlari va uni majburiyatlari kiradi. Mana bilasizmi, men mahallada ishlaganda menga ham shu bitta nikoh shartnomasini ko'rdim tuzganini. U aslida nima uchun tuzilgan edi? Chunki mana bilasiz, har bir oilaning o'zining daromadi bo'ladi.
shu yigitimizda mana mulk bor, ko'chmas mulk, ko'char mulk bor. U ko'char mulk, ya'ni avtomobillarni sotish bilan shug'ullanardi. Endi shu ayolini har safar notariusga olib borib yurmaslik uchun shartnomasini tuzib, ya'ni men guvohi bo'lganman. Nikoh shartnomasida bu ixtiyoriy, majburiy emas. U yerda misol uchun o'zingizga qaysi masalan ulushli mulklar bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa birgalikda, yo bo'lmasa alohida o'zining mulki bo'lishi mumkin. Yoshi ulug' insonlarimiz bor. Endi ularda shartnomani, nikoh shartnomani gapirsa, ular xayolda hali yashamasdan turib ajrashmoqchimisan degan stereotip bor. Ularda tushuncha bordi. Shuni bo'lmasligi uchun men o'ylayman, har bir inson huquqiy ongi, huquqiy madaniyati bo'lsa, men o'ylayman, hammasini to'g'ri yo'lga qo'ysa bo'ladi. Rahmat aytamiz Rustam aka. Aynan ko'rsatuvimizda er-xotin nikoh shartnomasi yo'q, lekin yillar davomida kelishib, uy xarid qilishgan, 50% tashashib, yillar davomida turmush bo'lmadi. Bu uy kimda qoladi? Marhamat Dilfuzaxon, bunday vaziyatlar ham bo'lib turadi, to'g'rimi? Mana amaliyotimizda yana shu amaliyotdan aytsam, fuqarolarga yaxshiroq tushuncha bo'ladi. Er-xotin FHDYO bo'limiga kelib, qonuniy nikohdan o'tishdi, ya'ni ZAGSdan. Bularni nikohi davomida o'sha orttirilgan mulki, ya'ni mol-mulk deymiz, shular oila kodeksida kiritib o'tilgan shu 23-moddaga binoan er-xotin teng huquqli hisoblanib, bular teng o'rtada bo'linadi. Shunday holatlarni ham ko'ryapmiz. Misol, mana kreditda olingan uy, kreditda olingan mashina, nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha qancha to'lanishidan qat'iy nazar, o'sha to'langan summa ham teng o'rtada bo'linadi. Hattoki misol uchun shunday holatlarga ham guvoh bo'lganman. Aynan turmush o'rtog'i, ya'ni eri, faqat men to'laganman bu kredit mablag'larini, xotinim to'lamagan degan bir vajlarni ham keltirib o'tishadi, o'sha uyni yarmini bermaslik uchun. Shunday, lekin bunga qaralmaydi. Bu sud orqali hal qilinadi. Ya'ni o'sha fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo sudga da'vo ariza bilan kiritilib, o'sha nikohi davomida orttirilgan mol-mulk oila o'rtasida teng taqsimlanadi. U kreditda bo'lsa ham yoki oila o'sha nikoh qurilgan davomida mashina, uyni o'zlari sotib olishgan bo'lsa ham, bu narsa baribir teng taqsimlanadi. Yana fikrimga bir narsani qo'shimcha qilib o'tmoqchi edim. Mana shu nikoh shartnomasini hali ko'pchilik tushunmayapti. Misol, yosh oila yoki endi birga quda-anda bo'lib shirin shakar hayotga yo'l qo'yar ekan, bizni mentalitetimizdan kelib chiqib nikoh shartnomasiz buni noto'g'ri fikrlash deb bilishadi. Yoki voy, bu ertaga ajralish niyatida uyimga kirib kelyapti. Yo, bu hozirgi mana shu kunda talab deb qarasak, mana shunga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Shu kerak hozir bizga. Nimaga desangiz, mana hozir shunday holatlar bo'lyapti. Onasini nomiga uy joyi, otasini nomiga uy joyi bolani o'zi ishlab topgan, lekin ertada shu narsani teng taqsimlanishini bilganini birovdan maslahat so'rab, yo yuristdan, yo bir o'rtog'idan, qaysidir tanishidan eshitishi bilanoq o'sha narsani avtomatik tarzda o'sha hali uylanmay turib otasini nomiga, onasini nomiga yo kimdir yaqin qarindoshini, do'stini nomiga qilyapti. Mana shu narsalarni men shu istab qolgan bo'lardim. Mana shu shartnomani ko'proq ijtimoiy tarmoqlar orqali yoritib, yoshlarga yetkazish kerak. Mayli o'sha nikoh davomida orttirilgan mol-mulkni bo'la olmayapti, shunday holatlar bo'lyapti. Ajrim, lekin hech narsa ola olmayapti ayol. Qo'lida 4 ta bolasi bor, 3 ta bolasi bor, qayoqqa borsin? Nimani orqasidan kun kechirsin? Aliment, mana aliment masalasi shundan ketma-ket aytib ketdik. Endi mavzudan sal chetlashsam ham uzr, lekin o'shani alimentni ham hatto bular juda kam miqdorli ishlarga joylashib olib, bola boqib bo'lmaydigan summalarni berishyapti. Men o'ylayman, mana shu nikoh shartnomasi bizga juda ham zarur. Mana shu nikoh shartnomasini bilish uchun huquqiy savodxonligimizni o'stirishimiz kerak. Hozir bitta nima bo'ldi? Bizda bir shunaqa tushuncha borki, salbiy qarash. Ya'ni kelin tushirsa, propiskaga 1-2 yil o'tkazilmaydi. Ro'yxatga o'tkazilmaydi. So'rasangiz, hali sinaylik, bir qish o'tsin, bir yoz o'tsin degan masala qo'yiladi. Ana shu narsalarga nikoh shartnomalar barham beradi. Mana shu joyga to'ldirib ketsam maylimi? Kredit haqida, kredit olinganda agar nikoh shartnomasi tuzilgan bo'lsa, demak o'sha kreditni kim olgan bo'lsa, nikoh shartnomasida band ko'rsatilgan bo'lsa, kredit olgan tomon to'laydi.
umumiy mulkka qaratilmaydi. Chunki nikoh shartnomasida hamma turlari, xillari, tiplari, hamma narsa bayon qilinadi. Shunga ahamiyat berish kerak. Keyin nikoh shartnomasi tuzilgandan keyin agar moliyaviy muassasalardan, bank yoki boshqasidan agar rasmiy ravishda kredit olinadigan bo'lsa, albatta majburiy qonunda ko'rsatilgan shart, ya'ni ikki tomon, o'sha nikoh shartnomasini tuzgan tomon kredit berayotgan idoraga, kreditorga albatta buni ma'lum qilish kerak. Что menda nikoh shartnomam bor yoki nikoh shartnomaga istagan vaqtda o'zgartirish kiritish mumkin, qo'shimchalar kiritish mumkin. Uni o'zgartirish yoki qo'shimchalar kiritayotganda albatta majburiy ravishda kreditorga albatta men shunaqa o'zgartirish qilyapman yoki qo'shimcha kirityapman deb ma'lumot berishi shart. Bu qonunda ko'rsatilgan. Xo'p, G'ayrat aka, aynan nikoh shartnomasi tuzilgandan so'ng yillar davomida orttirilgan mulk deylik, uy yoki bo'lmasa mashina o'zi nomiga emas, aka ukasini, opasini, ota-onasi nomiga o'tkazib qo'yadigan holatlar ham ko'p uchraydi. Mana shunday vaziyatlarda ziddiyat vujudga kelganda, nikoh shartnoma bekor bo'layotganda, to'ydan keyingi orttirilgan mulk ajrashayotgan kelinga ulush nasib etadimi yoki yo'qmi? Yana qaytaryapman-ku, agar nikoh shartnomasi tuzilsa, nikoh shartnomasini oddiy namunaviy shaklini qilish kerak emas-ku. Bu har bitta ya'ni mavjud bo'lgan mulkka tuziladi, ya'ni band ko'rsatiladi va kelajakda bo'lajak paydo bo'ladigan mulkka. Bu yerda hozir ahamiyat berilyaptiki faqat mulkiy huquqqa, ya'ni turli mol mulkka. Nomoddiy mulkimiz bor, ali muallifda aytgandek, bitta programmani anaqa dastur yaratadi, million dollar olib kelishi mumkin misol uchun. Siz aytgan holatda to'g'ri, lekin agar shartnomada xotinni topadigan daromadiga sherik bo'laman deb yozilib band qo'yib olsa, anaqada nikoh shartnomasida, demak Bobur agar mashinani akasi ukasiga o'tkazmoqchisa, Bobur xo'ja, kechirasiz, daromadingizni mana bandimizda ko'rsatilgan, men sherikman. Qanaqa qilib sen bu daromaddan mulk olib, uni masalan Xurshidning nomiga o'tkazib qo'ymoqchisan, akangni, ukangni, o'rtog'ingni, qo'shningni deydi. Ya'ni nima ahamiyatni nimaga qaratmoqchiman? Shartnoma deganda faqat bu bir varra, ikki varra qog'oz emas. Masalan, chet ellik bizda keladi, xorijga erga chiqqan yoki nikohlanganlar. Ularda masalan 80, 100, 150 varroli anaqa shartnomalar. Har bandi ko'rsatilgan, to'g'ri. U Yevropa, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi nikoh shartnomasi bizning O'zbekiston Respublikasining nikoh shartnomasidan farqlanadi. Chunki bizning nikoh shartnomamizda ikki tomon, ayniqsa ayol tomon juda katta anaqa himoyalangan. G'ayrat aka, birozgina savolga tushunmaganga o'xshaysiz. Savolda aytmoqchi bo'ldimki, nikohdan keyin shartnoma tuzilgandan keyin kelin kuyov yashash davrligida orttirilgan buyum nikoh shartnomasidan oldin bo'lmagan, undan keyin olingan mulk birovning nomiga rasmiylashtirilgan vaziyatlarda agarda ajrim bo'lsa, mana shu vaziyatlarda isbotlash kerak. Men hozir aytdim-ku shu fikringizni. Ya'ni daromad o'zidan o'zi olmaydi-ku. Qanday isbotlanadi shu? U demak o'sha men aytdim-ku, agar shartnomada ko'rsatilgan bo'lsa, daromadga zillos sherik. Siz savolga hozir savol mana shunaqa bo'lgan. Agarda nikoh shartnomasi tuzilmagan, hech nima yo'q, ular birgalikda mulk orttirilgan, keyinchalik nima bo'ladi o'sha masala agarda nizo kelib chiqqan taqdirda faqatgina sud orqali hal qilinishi mumkin o'sha narsa. Isbotlanishi qiyin, nihoyatda qiyin narsa. Nikoh shartnomasi tuziladi, bor mulk, yo'q mulkka ham, bor mulkka ham. Kelajakda olinadigan mulk qanaqa yo'l bilan o'rtamizda bo'linadi er-xotin. O'sha shartnomada ko'rsatiladi. Bu yerda qonuniy yo'l bilan topilgan daromad bor. Bu yerda boshqa asosiy maqsad, yangi fikr demoqchiman. G'ayriqonuniy ravishda olingan daromad albatta bu hujjatlarda aks ettirilmaydi. Buni isbotlanishi juda qiyin. Rahmat, fikrlarni eshitdik. Fuqarolar uchun nima aytmoqchiman? Shartnomani notarius orqali tuzish shart birinchidan. Agarda kelishgan holda er-xotin yoki kelin-kuyov kelishgan holda notarius oldiga kelishi shart. Ular hammasi
shartnomani matnini o'qib, uni mazmunini oxirigacha bilib, o'shandagina imzo qo'yish kerak. U ikkinchidan. Uchinchidan, agarda ular nikoh davomida уже nikoh shartnomasi qachon kuchga kiradi? Qachonki davlat ro'yxatidan nikohni o'tkazsa. Qachon u bekor qilinadi? Agarda nikoh bekor qilingan bo'lsa, nikoh shartnomasi o'z kuchini yo'qotadi. Undan tashqari er yoki xotin vafot qilishi mumkin. Agarda er yoki xotin vafot qilgan bo'lsa, nikoh shartnomasi o'zini kuchini yo'qotadi. Endi meros masalasi nikoh shartnomasida hech qachon hal qilinmaydi. Bu to'g'risida hech nima ko'rsatish mumkin emas. O'shaning uchun er yoki xotin o'lgan bo'lsa, bu masala sud orqali yoki kelishgan holda notarius orqali meros bo'yicha oformleniya qiladi. Demak, nikoh davomida er xotin yashayapti, lekin bir mashina olishdi-da, bu mashinani qaynukasining nomiga qildi. Mana shu narsa bo'linmaydi. Nikoh shartnomasiga kiritilmaydi. Bu narsadan ayol ertaga ulush talab qila olmaydi. Chunki bu mashinani egasi uni qaynukasi. Qaynukasi rasman shuni egasi hisoblanadi va bundan ulush olib bo'lmaydi. Xuddi shu narsa uy bilan bog'liq bo'lgan. Kelin yig'lab kelyapti menga. Men o'zim o'sha kirpichni taskat qildim deb o'sha g'ishtlarni olib bordim deydi. Uy qurdik deydi. Qurilish jarayonida o'z ishtirok etgan. Uy qurdik deydi. Tepasini yozib, somon, suvoq hammasini qildik deydi. Lekin akasining nomiga o'tkazib yubordi. Nimaga bunaqa qilyapti deydi. Mana xuddi shu narsa. Lekin sud orqali borganda shularni agar isbotlab bermasa buni nomiga o'tmaydi. Isbotlandimi mana shu jarayon? Isbotlangan joylari ham bor. Qattiq isbotlanadi. Agarda o'sha olgan narsalarni cheklari bo'lsa, boshqasi bo'lsa, o'shanda isbotlab yutganlari bor. Guvohlarni ko'rsatuvlari, ko'chmas mulk bo'lgandan keyin qo'ni qo'shni ko'radi, mashinada g'ishtli kelyapti, sement kelyapti, er xotin o'sha yerda faoliyat olib boryapti. Hammani hozir qo'lida gadjet telefonlari bor, videolar olyapti yoki ukasi, opasi, qo'shnisi, dugonasi kelyapti xabar olishga bir ovqat kosa ko'tarib. Ya'ni bularning hammasini nida bilan quduq qaziganda yig'ib buni isbotlash nihoyatda sudimiz isbot bilan G'ayrat aka, sudimiz isbot bilan. Men aytmoqchi bo'lgan narsa nihoyatda uzoq va qiyin. Agarda har bitta nikohlanuvchi yoshlarimiz avvalambor ota-ona aqli zakovatli, yoshi katta, hayotni ko'rgan ota-ona bunga zehniyati bilan shunaqangi tayyor bo'lish kerakki, ya'ni bu nikohni oilasini buzilmaydi farzandini, aksincha u mustahkamlanadi va ertaga quda andachilik sovimaydi. Qog'ozga yozilgan narsami ana o'sha isbotlanib hamma o'zini narsasi bilan ketadi. Endi yana bitta narsa, nikoh shartnomasi tuzildi deydi, u yoki bu mol mulkimizni erga yoki ayolga o'tadimi? Bitta narsaga ahamiyat berish kerak. Erkak insonni narsalari bor, ishlab o'zi foydalanadigan va hokazo. Ayol kishini narsalari bor. Ya'ni bu to'g'ri, umumiy daromaddan olingan narsalar. Masalan, sizga libos olindi, ayollarga taqinchoqlar olindi, va hokazo yoki menga misol uchun kostyum olindi, yoki soat yoki boshqa narsa. Bu narsalar shaxsiy mulk bo'lib hisoblanadi va u nikoh shartnomasi bo'lgan taqdirda ham bo'linmaydi. Kim undan foydalanayotgan bo'lsa, aynan o'sha jins ayol narsalari bo'lsa ayol unda qoladi, shaxsiy mulki bo'lib, erkakda erkakniki bo'lib qoladi. Birinchidan, nikoh shartnomasi tuzilganda davlat boji to'lanmaydi. Ko'rdingizmi, bizni davlat tomonimizdan shuncha anson yengillik, imkoniyat berilgan fuqarolarimizga. Chet elni olsangiz, qancha katta pullarga shartnoma tuziladi. Bizda esa davlat boji olinmaydi. Keyin nikoh shartnomasini notarius orqali kelishgan holda bekor qilishi mumkin. U ikkinchidan. Uchinchidan, qaysi notariusga bormoqchi bo'lsangiz, siz o'zingiz xohlaysiz. Mana Toshkentda yashayman-da, faqat Toshkentda notariusi menga nikoh shartnomasini tuzib bersin degan fikr, tushuncha yo'q. Xohlasa Andijon shahrida, xohlasa Surxondaryoda. Zulfiya opa, sizda statistik ma'lumot bormi? Statistik ma'lumot bo'yicha aynan o'sha nikoh shartnomasi tuzilganlar haqida. Aytmoqchiman, mana hozir ekspertimiz aytdi, что 1998-yilda oila kodeksiga bu tushuncha kiritilgan. Biz notariuslarimiz bir 15-20 yil ishladik, kamdan kam nikoh shartnomasini. Oldin yilda 5 ta bo'lgan,
ikkinchi yilga 6 ta bo'lgan, 10 yil davomida O'zbekistonimiz bo'yicha 100 ta shartnoma qilingan. Hozirgi kunda ko'payib ketyapti. Kun-kundan chunki huquqiy bilimlar oshib ketyapti fuqarolarimizda. Qaysi tumanda xohlasangiz shartnomani ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin notariusda, qaysi tumanda xohlasangiz uni bekor qilishingiz mumkin. Faqatgina kelishgan holda yana asosiy narsa ko'rsatib turibdi statistik ma'lumot nikoh shartnomasini. Ularda ham deyarli bosqich yuqori emas. Bundan nima kelib chiqyapti? Bundan hozir mana FHDYoda men xohlab qolgan bo'lardim. Mana FHDYo mudiralari shu yoqda. Har bir yosh nikohdan o'tish uchun, ro'yxatdan o'tish uchun avvaldan ariza kiritadi. Arizada shunday topshirgandan so'ng shunaqa holat joyi borki, ular o'sha nikohdan keyingi yashash sharoitga moslashtiriladi. Mana shu jarayonda ularga darslik sifatida mana shu nikoh shartnomalari haqida tushuncha berib borilsa, juda ham maqsadga muvofiq bo'lar edi. FHDYo xodimlaridan xulosaviy fikrlarini eshitamiz va mana shu jarayonni ommalashtirish uchun nima qilish kerak? Yoshlar o'rtasida, nikohlanuvchilar o'rtasida huquqiy targ'ibot tadbirlarini ko'paytirish kerak. Faqat FHDYoda emas yoki faqat notariusda emas, mahallalarda, ta'lim tashkilotlarida bu narsani yaxshi yo'lga qo'yilsa, albatta xalqimiz orasida huquqiy savodxonlik ancha o'sib boradi. Maktab davrida ham huquq darslari bor bizda. Aynan shu huquq darslariga ham joriy etiladigan bo'lsa, kollej institutlarida ham juda ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Va albatta aytib o'tilgandek, bizda shu yosh oila quruvchilarning maktablari bor va u yerda doimiy ravishda, chunki bizda arizani ikkinchi bandida ko'rsatilganki, nikohga kiruvchi shaxslar xotinlik munosabatiga kirganlardan so'ng ularda xotin, ya'ni maqomlar o'zgaradi. Kelin kuyovdan xotin va ularda tegishli huquq hamda majburiyatlar paydo bo'ladi. Va o'sha qismida biz albatta tushuntirib o'tamizki, shu nikoh shartnomasi, ularning huquqlari, oqibatlari haqida. Ya'ni kim o'sha targ'iboti bo'yicha targ'ibot ishlarimizda albatta bizda flayerlar taqdim etilgan. U yerda siz aytib o'tganingizdek, o'sha nikoh shartnomasi haqida ham ma'lumotlar ko'rsatib o'tilgan. Juda yaxshi, rahmat. Marhamat. Taklifim albatta nikoh shartnomasini deyarli o'sha 9-10, 11-sinf o'quvchilaridan boshlab, maktab o'quvchilaridan boshlab tushuntirishimiz kerak. Boya ustozimiz aytib o'tdilar, nikoh shartnomasida faqat moddiy emas, nomoddiy boyliklari ham huquqiy himoya ostiga olinadi. Ya'ni bu narsani to'g'ri va kengroq targ'ib qilinsa, bu bizni oddiy qilib aytganda hayotimizda bir hayot yo'limizni yoritadigan bir chiroq sifatida foydalansak, arzigulik bir huquqiy asos bo'ladi. Rahmat fikrlar uchun. Marhamat, xulosaviy fikrlar. Fikrlaringizni tushunarli bo'lishicha men yana bir o'zim fikrimni aytmoqchiman. Qonunchiligimizdan kelib chiqqan holda nikoh shartnomasi nomuayyan muddatga mo'ljallangan bo'ladi. Masalan, 5 yil bo'lishi mumkin, 50 yil bo'lishi mumkin. Muddati belgilanmagan. Nobodi xotin haqiqatan bir-biriga ishonch hosil qilgandan keyin, biror bir muddat o'tgandan keyin yashash davrida notariusga borib o'zaro masalan o'zgartirish kiritish mumkin. Yo bo'lmasa shu nikoh shartnomasini bekor qilish huquqi bor. Demak, tanlov bor. Shu tanlovni shu targ'ibot qilib shu fuqarolarga bu hukm emas, bu tanlov ekanligini to'g'ri tushuntirsak bo'ldi. Mahallada kuzatdim dedilar. O'sha mashina savdosi bilan shug'ullanadigan tadbirkorimiz masalan nikoh shartnomasi tuzgan deb turibdilar. Faoliyatimda bo'ladi bu ko'p. Bu shartnomani matnida masalan o'zbekchiligimizdan, o'sha mentalitetimizdan kelib chiqqan holda xotin eriga o'sha barcha avtotransport, ko'char va ko'chmas mulklarni demak o'z nomiga olinganini mustaqil tasarruf etish huquqini berib turibdi shartnoma matnida. Lekin kelgusida o'sha xotinga ham zarar yetmasligi uchun shunaqa band qo'shganmiz. Agar nikoh ajrimga olib keladigan bo'lsa, demak xotin va bolalar uchun alohida ularga o'sha nima dedi, kerak bo'ladigan yashash uchun kerak bo'ladigan turar joy bilan ta'minlash nimasi majburiyati yuklatilib turibdi erga. Mana shartnoma matnida bor bu.
tushunchada. Rahmat aytamiz. Studiyamizga yig'ilgan barcha qadrli mehmonlarimiz judayam bizni tomosha qilayotgan muxlislarimizga kerakli ma'lumotlarni taqdim etishdi. Ayollarning ta'lim darajasi, xabardorligi va iqtisodiyotidagi ishtiroki o'sib borayotgan hozirgi O'zbekiston sharoitida nikoh shartnomasi nikohga tahdid emas, balki oqilona me'yor sifatida qaralishi kerak. Nikoh shartnomasi oiladan voz kechish emas, balki bir-birining erkinligi va manfaatlarini hurmat qilishdir. Bu nafaqat mol-mulkni, balki ruhiy xotirjamlikni ham himoya qilishning bir usulidir. Barchangizga qalb xotirjamligini tilagan holatda ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Yana keyingi diydor qadar yangi mavzular bahsiyle ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Hammaga rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling.